Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz Backcoders jamoasi yangi o'quv qo'llanmaga start berdik. Ya'ni bu HTML asoslari. Bugun birinchi kursimiz HTML ga kirish va HTML nima, qanday xususiyatlarga ega va u bilan nima ishlar qila olamiz, shu haqida gaplashamiz. Bu darsda biz web sahifalarni yaratishga yordam bergan HTML haqida bilib olamiz. Bu dasturlashga endi kirayotgan insonlarga yordam beradigan fundamental dasturlash tili hisoblanadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bizni Telegram kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingisi HTML nima? HTML bu Hypertext Markup Language. So'zlarning qisqartirmasi bo'lib, bu web sahifalar yaratish uchun ishlatiladigan gipermatn belgilash tilidir. Bu biz endi qishloqcha qilib aytganda buni dasturlash tili deb bo'lmaydi. Bu dasturlash tilini o'rganishga kerak bo'ladigan ta'minot, ya'ni shu gipermatn belgilash tili. Bu yerda ham shu kerak bo'ladigan vosita deb qarasak bo'ladi, lekin buni dasturlash tili deb bo'lmaydi. Ya'ni biz misol uchun veb-sayt taxlayotganda ham veb-saytning ya'ni skeleti deb nazorat tutsak, skeleti bu HTML bo'ladi. Body qismi, chiroy, mana bu chiroy, ranglar uyg'unligi bu CSS, ya'ni style qismi deb hisoblanadi. Keyingisi bo'lsa, mana harakatlar, yugurish, shunaqa harakatli vaziyatni tashkillashtiradigan bu JavaScript language bo'ladi. Bu HTMLda biz web sahifani tuzilishi va mazmunini belgilaydi. Brauzerlar HTML kodini o'qiydi va uni vizual sahifaga aylantiradi. Ya'ni shu saytning skeletini tuzib boradi, qadam-qadam tuzib boradi. HTML internetsiz web sahifalar bo'lmaydi. HTMLda internetsiz web sahifalar bo'lmaydi. Keyingisi HTML hujjatining asosiy tuzilishi. HTML bu har bitta sahifani aniq bir tuzilishga ega qiladigan va u brauzerlarga ma'lumotni qanday ko'rsatishni tushuntiradi. Ya'ni biz qachonki veb-sayt qurayotganimizga birinchi yoziladigan kod bu HTML kodi hisoblanadi. Birinchi biz veb-saytni skeletini taxlab olamiz. Birinchi o'shani taxlab olgandan so'ng keyingi qadamga o'tamiz. Bizda birinchi qatorda HTML fayl ochgandan so'ng birinchi qatorda yoziladigan kod bu doctype HTML. Bu hujjatni turini e'lon qiladi. Bu qanaqa hujjatligi? HTML mi, CSS mi, JavaScript mi, Java mi, Go mi? Shunaqa dasturlash tilimi yo'qmi? Bu shuni aniqlab beradi. Doctype HTML shu haqida e'lon beradi va brauzerga qaysi HTML versiyadan foydalanganligini bildiradi. Bu HTML versiyasi 5. HTML tagimiz. Bu tag HTML sahifasini o'z ichiga oladi va barcha elementlarning uning ichida joylashgan bo'ladi. Ya'ni biz HTML tagining ichida head, body va bir qancha komandalar, paragraflar, headingslar, navbars, body hammasi shu HTML tagning ichida bo'ladi. Keyingi komandamiz head. Head sahifa haqidagi metadata, ya'ni ma'lumotlarni saqlaydigan tag. Bu sahifaning nomi, kodlash turi va tashqi stillar ulanishi shu yerdan boshlanadi. Keyingi komandamiz body. Body komandamiz bu tag ichida sahifadan ko'rinadigan barcha asosiy content, misol uchun rasm, video, audio, silkalar, matnlar joylashgan bo'ladi body tagining ichida.
Keyingisi. Eng muhim HTML taglar. HTMLdagi taglar. HTMLda kontentni formatlash va tashkil qilish uchun ko'plab taglar mavjud. Bu yerda eng ko'p ishlatiladigan taglar mavjud. Birinchisi H1 headings taglari. Bu sahifaning asosiy sarlavhasini belgilaydi. Ya'ni katta shriftda yoziladi. H1 ning ichida yozilgan matn katta shriftda yoziladi. Odatda sahifada bitta H1 tagi bo'ladi. Bu ya'ni sarlavhaning nomini belgilab beradigan tag. Ikkinchisi ahref URL. Bu ahref bizda boshqa veb sahifaga yoki sahifaning boshqa qismiga havola yaratish uchun ishlatiladi. Ya'ni bir sahifadan ikkinchi sahifaga o'tish uchun biz ahref tagini ishlatishimiz kerak. URL degan joyga biz kiritayotgan silkamiz, misol uchun youtube.com, facebook.com, instagram.com shularga o'xshagan. Endi paragraf tagimiz. Paragraf tagimiz matn bloklarini yaratish uchun ishlatamiz. Har bir paragraf yangi qatordan boshlanadi. Keyingisi image. Image tagimiz bu bizni saytimizga kerakli bo'lgan rasmlarni ko'rsatish uchun web sahifaga rasm qo'yish uchun ishlatiladi. CSS rasm manzili. Misol uchun manzili qayerda? Desktopning ichida yoki dokumentning ichida yoki picturesning ichida. Alt esa rasmni tasvirlaydi. Kursor rasmni oldiga borgan paytda rasmning nomi kelib chiqadi. O'shanga berilgan nom. Misol uchun bu shu rasm uchun. Shu bunaqa rasm. Bu uning rasmi shunaqa. Keyingisi HTML taglari qanday ishlaydi? HTML taglari web sahifaning elementlarini belgilash uchun maxsus belgilar yordamida ishlaydi. Ochiluvchi va yopiluvchi taglar. Ko'pincha HTML taglari ochiluvchi va yopiluvchi juftlikda keladi. Ochilayotganda va yopilayotganda bitta slash yordamida yopiladi. Boshida bitta slash yordamida yopiladi. Yopilmaydigan taglar, ba'zi taglar yopilmaydi, chunki ular kontentni o'z ichiga olmaydi. Ular bo'sh taglar deb ataladi. Misol uchun beer, ya'ni bu yangi qatordan boshlanadi. Va image rasmi bu ham imagening tugash nuqtasini ko'rsatadi. Taglar yordamida tuzilish. Taglar web sahifa mazmunini tashkil etadi va uning qanday ko'rinishini formatlaydi. Bu web saytning skeletidir. Aytganimday, HTML bu dasturlashga kirayotgan odamlar uchun qulay bo'lgan vosita. Ya'ni bu web sayt qurilishi uchun kerak bo'ladigan skelet desa ham bo'ladi. Bizning mana oddiy HTML sahifamizga misol, mana bu yerda ko'rib turibsizki, birinchi qatorda doctype HTML. Ya'ni bu HTML fayl ekanini bildiradi. Ikkinchi qatorda esa HTML. Bu hamma kod mana shu ichida bo'ladi. Barcha kodlar mana shu HTML tagning ichida bo'ladi. Bo'lmasa bu kodimiz ishlamaydi. Va head sahifa haqida meta ma'lumotlar joyi, masalan title. Title bu web sahifamizning bosh qismida chiqadigan title. Mana xo'sh, misol uchun hozir ko'rsatib ketaman hammasini. Body foydalanuvchi ko'radigan qismi. Foydalanuvchiga ko'rinayotgan front qismi bu body deyiladi. H1 bu sarlavhalar chiqib turadi H1 ning ichida. P esa paragraf, bu oddiy matnlar chiqib turadi. Hozir endi brauzerni ochgan holda title'ni sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda misol uchun YouTube ga kirsak, misol uchun biron bir veb saytga kiramiz. Biron bir veb sayt.
biron bir veb-saytga kiramiz. Mana bu yerda chiqadigan, mana shu yerda chiqadigan, mana shu yerda chiqadigan title bu HTML tagining title deb hisoblanadi. Bu bizning birinchi darsimiz sababli ba'zi bir kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz va keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr. Obuna bo'lishni unutmang.